Xo'p, kafeni remont qilgandan keyin yangi ishchilar ham kelmayapti. Anvolidan so'rab ko'raman. Ukam, bu yoqqa bor. Menga tosma aka. Hop, kesinchi, qani. Ukam, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Da aka, yaxshi, rahmat. Xullas, qara ukam, sen balon qoraytirsan. Ha aka, shu orqasidan pul topaman. Ha, yaxshi. Qara, menda xohlasang kafeda ish bor. Bu sen telefoningmi? Ha aka, shuni tutaman. Naryoqda men kafem bor, yaqinda remontdan chiqdi, o'shanga ishchi kerak edi. Seni ishga olmoqchi edim. Nima deysan sen shunga? Mayli aka, oyligi to'g'ri kelsa ishlayveraman. Naryoqda faqat mashinam yur, xohlasang o'sha seni ko'rsataman. Mayli aka. Xo'p, xullas ukam, mana shu kafe kirur. Zo'r ekan, aka ekan, menga yoqdi. Endi mana shu kafe endi tak normalniy ekan. Bu yoqda tualet. Okey. Mana bu yoqda bunaqa o'tirib ovqatlanadigan joylar, mana ochib kiraver ichkariga. Mana xudo xolasa bugundan boshlab shu masho seni ish joying bo'ladi. Xudo xohlasa, agar rozi bo'lsang. Aka, mayli, roziman. Mana ichkarilar bilan tanishib chiq. Mana bu yoqda kofe tayyorlanadi. Bizning kafemizga asosan bizning kofemizni yoqtirishgan uchun kelishadi. Bu yoqda narsalar, yo'q, kirmay keyinroq ko'rsataman ukam. Bo'ldi, aka, uzr. Mayli, yur, tashqariga sen bilan kelishib olamiz ukam. Xullas ukam, mana shu joy. Menimcha senga yoqdi degan umiddaman. Fast food kerak bo'lsa fast food tayyorlab odamlarga sotasan, agarda kofe kerak bo'lsa kofe. Naryoqda shakarlar bor, o'sha hozir kirayotgan joyingda o'sha yerdagi shakarlarni ichiga qo'shib, kofelarni ichiga qo'shib sotasan. Men bo'lsa ketdim ukam. Mayli aka, sizga kattakon rahmat. Xo'p, sekin endi ketsa ham bo'ladi. Xo'p, yangi ishchi joylashtirdim, lekin kafem remontidan keyin ancha ishchilik ketib qolgani yomon bo'ldi-da. Mayli. Xo'p, sekin bu yoqdan mana shu chap tarafga qayilib ketaman menimcha da. Xo'p, ana aka ham ketdilar. Xo'p, men bu xonada adashmasam shakar bor degandilar. Hozir men u shakarlarni ishlatib ko'raman. Bir ichini ochib ko'raychi. Xo'p. Voy bu yerda shakarlar ko'p shekil. Tushunmadim. Bu shakarga o'xshamayapti-ku. Kokainmi bu? Yo, bu narkotika. Men buni tushunmayapman. Demak, bu aka bilan problema chiqadigan o'xshyapti-yu. Mayli. Men kelganlarda 2-3 ta klientlarga qo'shib sotdim deb aytaman. Chunki meniki o'ldirib yoki-da meni yo'q qilmasliklari uchun. Lekin kattakon rahmat, shunchalik telefondan tashlab ketdilar, kafeni ham kalitini tashlab ketdilar, lekin narkotika bilan shug'ullanish bu yaxshi ish emas. Xo'p, agarda mana shu narsalarni odamlarga qo'shib sotgan desalar, men politsiyaga xabar berishim aniq. Xo'p, yaxshi. Tak. Va nihoyat keldim. Tak, endi bu yoqqa sekin mashinani qo'yamiz. Bo'ldi. Hop. Adashmasam ismi Assassin edi. Hozir Assassindan xabar oluvchi. Assassin ukam. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'rganib chiqdingmi? Klientlarga sotdingmi? Aka, 2-3 ta klientlarga sotdim уже. Yaxshi. Aka, faqat bu yoqqa keling. Ukam. Aka, bu narkotik-ku. Sen to'g'ri topding ukam. Buni bilib qolishing bilardim. Lekin buni orqasidan ancha pul keladi va ancha pul o'rtada aylanadi. Sen ham oyligini anchagina qilib beraman, agarda hech kimga buni sotmasang. Mayli aka, men roziman. Bo'ldi ukam, unda mana shu narsalarni shakar sifatida sekin ularni kofesiga qo'shib sotasan. Mayli aka, charchamang. Ukam, hozir shunda tashqariga chiqib keting. Hop. Bu bolani ham mana o'zimga o'rgatib oldim. Endi bundan bemalol ochiq gaplashib ishlasam ham bo'laveradi. Assassin ukam.
Hop, anchagina foyda keldi lekin. Yaxshi ishlar o'tasiz. Ayniqsa do'konimizni, ya'ni kafemizni remontidan keyin. Okey, bu 102 mi? Men narkotika iste'mol qiluvchidan topib oldim. Asasin, yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ukam, qara, senga sovg'am bor. Orqamdan yurgan. Seni bugun oyligini anchagina ko'p qilib beraman. Senga ham alohida sovg'am bor. Shu uchun orqamdan yur. Aha, qanaqa sovg'a aka? Hozir bilib olasan. O'tir mashinaga. Aha, o'tirdim. Hop, bunda sekin hozir senga bitta hikoya aytib berayim. Mayli, qarshi emasman. Xullas, ukam bir bola bor ekan. U bola ko'chada butulka terib yurar ekan va u butulka terib yurgan payt nima desa bo'ladi? Bitta aka kelib, ya'ni bitta odam kelib uni oldiga kafeda, ya'ni do'konda ish bor debdi. Keyin u biratda sirni bilib qopti. Ya'ni ular narkotika bilan shug'ullanar ekan, masalan bizga o'xshab, lekin bu narsani senga tegishtirib yoki biz haqimizda aytmayman, u boshqa hikoya. Aha. Xullas, kunlardan bir kuni u bola Bruzga xabar beribdi. Keyin esa anu birat uni shahar chetrog'iga borib, xullas o'ldiribdi. Keyin esa shunaqa qilib, hop, ukam chiqsam, ha, aka chiqaman. Qani bu yoqda hech nima yo'q-ku. Ukam. Ha, aka. Bu yoq baland-ku. Asasin, senga boya aytib bergan hikoyam sen haqingda edi va shahar chetiga olib borib bekor qilmadim. Yo, aka, iltimos unaqa qilmang. Ukam, bizga qilishdan oldin o'ylash kerak edi bu ishlarni. Aka, iltimos, meni ham to'g'ri tushuning.